Salom aziz savdogarlar. Analitik xizmat onlayn Guru Markets. Kompaniya haqida umumiy ma'lumotlardan boshlaylik. Agar kerak bo'lsa, videoni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Biz ko'rib chiqilayotgan tashkilotning har bir ko'rsatkichini sinchkovlik bilan ko'rib chiqishni taklif qilamiz. Endi biz kompaniyaning asosiy ko'rsatkichlarini solishtiramiz. Amdots Limited, ticker TOH. Ushbu sharh 2025 yil 4 iyun holatidagi joriy ma'lumotlarga asoslanadi. Tasnifi bo'yicha Guru Markets kompaniya Amdots pastki toifaga kiradi. Soft infrastruktura baholashda 32 ta kompaniya ishtirok etmoqda. Bu juda vakillik. Videoning oxirida buyurtma jadvalini ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqilayotgan kompaniya uchun umumiy ball 10 balldan 7 ball. Pastki kategoriya uchun o'rtacha ball 3 ball. Agar kengroq qarasangiz, umuman bozor ichida. Biz butun AQSh fond bozori uchun o'rtacha natija 8 ball ekanligini ko'rishimiz mumkin. Kompaniya uchun 7 ball reytingga qarshi Amdots Limited. Kompaniya aksiyalari narxining dinamikasini solishtirish. Amdots Limited va kichik toifadagi kompaniyalar. Ko'ramiz, so'nggi 12 oy ichida kompaniya aksiyalari Amdots 17,5% ga o'zgarishni ko'rsatdi. 43% kichik toifadagi narxlarning o'zgarishiga qarshi. Tashkilotning bozor kapitallashuvi Amdots Limited 23 milliard dollarni tashkil etadi. Pastki kategoriyaning bozor kapitallashuvi 978 milliard dollarni tashkil etadi. Kompaniyaning balans qiymati 45 milliard dollarni tashkil etadi. 97 milliard dollarlik kichik toifadagi kapitallashuv bilan bozor va balans qiymatidagi ulushlarni solishtirsak, biz quyidagilarni ko'ramiz. Egallagan ulush Amdots Limited bozor qiymatini baholashda kichik toifadagi 1,46% ni tashkil etadi. Kitob qiymati kapitallashuvi 553% ni tashkil etadi. Kompaniyaning bozor ulushini va kichik toifadagi balans kapitallashuvini baholash yaxshi 1 ball. O'rganilayotgan kompaniya 794 milliard dollar qarz majburiyatlariga ega. Qarzning balans qiymatiga nisbati o'z kapitalining 23% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning moliyaviy majburiyatlari darajasini baholash yaxshi 1 ball. Kompaniyaning bozor narxining daromadga nisbati 18,9 ni tashkil qiladi. Pastki kategoriya uchun o'rtacha 47,2. Kichik toifadagi kompaniyalar bilan solishtirganda kompaniya aksiyalari narxining foyda nisbati juda yaxshi 2 ball. So'nggi 12 oydagi foyda 541 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun forward daromadlari vaqtinchalik 846 million dollarga baholanmoqda. Kichik toifaga nisbatan kutilayotgan kelajakdagi foyda ko'rsatkichlarini baholash yaxshi 5 ball. Kompaniyaning narx sotish nisbati 2,2. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 4,8 ni tashkil qiladi. Bozor narxining daromadga nisbatini pastki kategoriya ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash yaxshi 1 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 750 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun prognoz daromadi 460 million dollarni tashkil etadi. Kutilayotgan kelajakdagi daromad ko'rsatkichini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash yaxshi 5 ball. Savdo marjasi 11,4% ni tashkil etadi. Kichik toifa uchun o'rtacha 12% ni tashkil qiladi. Kichik kategoriya ko'rsatkichlari bilan solishtirganda sotish rentabelligini baholash yaxshi 5 ball. Kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha kompaniyaning ulushi 185% ni tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuvi ulushidan 300% ga ko'pdir.
Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan bozor kapitali miqdori $352,000 tashkil etadi. Pastki kategoriyada esa $1,409,000 bor. Kompaniyaning bir xodimga to'g'ri keladigan bozor kapitalini kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda baholash yaxshi, 5 ball. Kompaniyaning har bir xodimga to'g'ri keladigan foydasi $18,000 tashkil etadi. Pastki kategoriya uchun o'rtacha bilan $29,800. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda kompaniyaning har bir xodimiga to'g'ri keladigan foydani baholash mumkin, ball. Kompaniyaning har bir xodimga to'g'ri keladigan daromadi $164,000 tashkil qiladi. Kichik turkumda $291,000. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan daromadni baholash mumkin, ball. Qisqartirilgan aksiyalar soni 2,4% kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan 3,1% tashkil etadi. Texnik ko'rsatkich RSI 4 kompaniya uchun 59% darajasini ko'rsatadi. Amdod silt. Kichik toifa uchun esa bu daraja 67% ni tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalarining haqiqiy bahosi $92,1 atrofida. Kompaniya aksiyalarining konsensus bahosi $104 atrofida. Keling, buyurtma jadvalini ko'rib chiqaylik. U siz uchun mavjud, unga havola mahkamlangan izohda. Buyurtmalar jadvali ushbu mavsumda baholash ma'lumotlari va ma'lumotnomalar tizimi tomonidan qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish bepul va ochiq. Bog'langan izohdagi havola. Aksiyalarni tahlil qilish asosida Amdods Limited. Baholashning axborot ma'lumotnoma tizimi Guru Markets quyidagi qaror qabul qilinadi. 92 narxda osish uchun savdoni oching. Buyurtma ochiq chunki kompaniya ancha yuqori reytingga ega. Tashkilotni baholash usullari hokim indeks asosida amalga oshirildi. Foyda olish 97-22 darajasida belgilangan. Stop loss 86-78 darajasida belgilangan. Agar buyurtma foyda olish yoki zararni to'xtatish bilan yopilmasa, keyin bitim 2025 yil 4 iyuldagi savdo yakunida avtomatik tarzda yopiladi. Yoki belgilangan sanadan oldingi oxirgi ish kunida. Tishker, sin-ov sotish uchun balans bitimidir. Balans bitimi haqidagi video bu kanalda bo'ladi yoki allaqachon e'lon qilingan. Buyurtmalardan biri yopilganda asosiy yoki muvozanatlashtiruvchi qarama-qarshi tartib oxirgi narxda belgilanadi. Ushbu videoni tomosha qilganingiz va yordam tizimidan foydalanganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Guru Markets.